Bismillahirrohmanirrohim. Sulaymon payg'ambar qissasi. Qadimda, juda qadimda Falastin yurtining shohi Davud payg'ambar edi. U yaxshi shoh va yana Allohning elchisi ham edi. Uning kecha-yu kunduzi xayrli ishlarga mashg'ul bo'lishi bilan o'tardi. Alloh unga Sulaymonni bergandi. Sulaymon Davud payg'ambarning o'g'li edi. Va payg'ambarning o'g'li qanday bo'lish kerak bo'lsa, Sulaymon ham shunday edi. U juda aqlli va yetuk edi va uning Allohni sevadigan go'zal qalbi ham bor edi. Bir kuni Davud alayhissalomning huzurlariga qishloqdan 2 odam keldi. Ulardan birining qo'ylari ikkinchisining dalasiga kirgan edi. Ular mening hosilimni yedi, dedi dala egasi. Ammo menda ayb yo'q. Men qo'ylar uning tomorqasiga kirganidan bexabar edim, dedi ikkinchisi. Davud payg'ambar ularni diqqat bilan tingladi va sen qo'ylaringni unga berasan, dedi. Chunki qo'ylaring uning ekinlarini yegan. Lekin ota, deb e'tiroz bildirdi Sulaymon. Bu adolatsizlik bo'ladi. Chunki bu odamning qo'ylari dalaga kirganida bu odam bundan bexabar bo'lgan. Qo'ylarni dehqonga vaqtinchalik muddatga beraylik. Ularni sog'ib, bolalariga sutini ichirsin. Ekinlar qaytadan unib chiqqandan keyin qo'ylarni qaytarib bersin. Bu fikr Davud alayhissalomga juda yoqdi. Chunki Sulaymon juda adolatli bir qarorni qilgan edi. Davud payg'ambar dunyoni tark etganidan keyin Sulaymon shoh bo'ldi. Alloh unga ham payg'ambarlik berdi va xazinasiga barokat berdi. Uning boyligi juda ham ko'payib ketdi. Sulaymon payg'ambar shubhasiz Alloh taologa ko'p shukr qiluvchi banda edi. Alloh taolo Sulaymon payg'ambarga qushlar tilini o'rgatdi. Qushlar sayrashidan ularning nima deyotganini tushuna olardi va shamolni ham unga bo'ysundirib qo'ydi. U shamolga minib juda uzoqlarga bora olardi. Alloh taolo jinlarni ham unga xizmatkor qilib qo'ydi. Ularni har bir yumushda ishga solardi. Sulaymon payg'ambarni hamma juda yaxshi ko'rar edi.